Gapirmay, astag'firulloh, subhanalloh, tavba qildim desam gapirgilarim ketib qolyapti-da. Nima kim tabib deganda boshidan o'tgan tabib deyiladi. Siz bilan men mol sog'ib, bo'q yopib, qiydi, qo'pol qilib aytganda tezaklarni qilib kelin bo'lganmiz. Ana kirdi yuvib olib, nonni mushlab olib, tandirga o'tni yoqib, eshikni shupurib, erdi xizmatini qilib, bu qaynukalari xizmatini qilib, oni qilib bering desa qilib berib, yana kamiga ovqatga yugurib, oxir ovqatlarni qo'yib kelganingizda ko'pchilik oilaga bo'lgan bo'lsangiz, sizga suv qolar edi. O'nashini ham ichim nonni to'rg'ab po demasdan yana boyagindek ikki betimiz qizarib xizmatni qilib yuguraverganmiz. Bir joyimizda og'ridi demaganmiz. Voy mayerim mandaqa bo'lyapti demaganmiz. Ikki qat bo'lsa qaynatadan uyatib qornimizni ichimizga tortib baylab ustimizdan kamzir kiyib olardik. Shundaq saratonlarda hamchi tellab o'lib uyib ichlarimiz namakob ho'l bo'lib ketar edi. Kamzirlarni kiyib olardik. Qornimizga hech kimni ko'zi tushib qolmasin. Uydagi qaynukalarni, qaynatalarni ichimizga tortib, bolalarni ham bir nogiron tug'mabmiz. Shunchalik qilsak ham bolalarimiz pahlavondek o'g'illarni tug'ib qo'ydik. 3tadan, 4tadan qilib. Hozirgilar bari hitir, apris. Uni uyida o'shandaqa aytayapman, bu narsa hammaga tegishli emas. Qizni tug'ib tarbiya bermagan haromxo'r ayollarga tegishli bu. Na haromxo'r ayollarga tegishli. Gapim qo'pol, haqiqatni gapiraman. Boshimdan o'tgan tabibligim uchun aytaman. Hozirgi yoshlar turmushi eni otasiga qarab tarbiyani olgan. Otasiga xotini baqirib komandovit qilgan bo'lsa, qiz kelib erdi o'shanaqa tarbiyalayman, shunaqa komandovit qilaman, erdi boshiga chiqaman deydi. Eni otasi qaynatani hurmat qilmagan bo'lsa, eni otadan ko'rib turib, qaynatani bir tinga olmasdan o'tdi shunaqa qiladi. Suv qayerda loyihalanyapti? Boshidan loyihalanib keldi. Uni tarbiyalab olaman, o'rgatib olaman degan bo'lsangiz, adashasiz, o'rgata olmaysiz. U tug'ilishda dunyoga kelib yaralgandan ana shu muhitda katta bo'lgan, ana shu muhitda o'lib ketadi. Gaplarim aytayapman, rosa qo'pol, haqiqat. Azzali kelin olishdan hech qachon ham o'ylanib kelin olinglar. Voy chiroyiga uchmaylar, xunuk do'mboqligiga uchmaylar. Uni uyidagi o'sha ota-onasini, qaynatasini surishtiring. Qanaqa kelin bo'lgan? Ana shu borib olib, onim bor, onimdan boshqa nimam bor, menga yalinadi degan oilani